Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Только период ertalab turamiz bugun короче bilasizlar. Seshanba haftaning ikkinchi kuni 28 aprel faqat qo'l tagiga qo'ymas. Biz 2 soatga qo'l tagsa qo'l tagi burgut tashadi, o'zi ham burgut tashadi. Davay, ikkitani karkidonlarga turamiz, ko'p uxlamaymiz. Beri tolga tronqirayotgan vaqt bo'ldi-ku, aprel mazda qilib badan chiniqadi da. Davay, tolga qo'l tagiga ikkitani karkidonlari qaytish yo'q. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Только период ertalab turamiz bugun короче bilasizlar. Seshanba haftaning ikkinchi kuni 28 aprel faqat qo'l tagiga qo'ymas. Biz 2 soatga qo'l tagsa qo'l tagi burgut tashadi, o'zi ham burgut tashadi. Davay, ikkitani karkidonlarga turamiz, ko'p uxlamaymiz. Beri tolga tronqirayotgan vaqt bo'ldi-ku, aprel mazda qilib badan chiniqadi da. Davay, tolga qo'l tagiga ikkitani karkidonlari qaytish yo'q.